AQSh va Eron muzokaralarining birinchi raundi ruhlantiruvchi siljish bilan yakunlandi. Har qalay urushayotgan ikki tomon deyarli 4 oy ichida ilk marta Shveysariyada uchrashgandan keyin vositachilar shunday bayonot berdi. Bugun butun dunyoning e'tiboridagi uchrashuv haqida gaplashamiz. AQSh vitse-prezidenti JD Vance yakshanba kuni Eron rasmiylari bilan muzokaralarni boshlagandi. Bu muzokaralar o'tgan haftada erishilgan o'zaro anglashuv memorandumi shartlariga muvofiq o'tkazildi. Reuters nashrining yozishicha, muhokamalar dushanba kuni tonggacha 10 soatdan ko'proq davom etgan. Yakunda vositachi davlatlar Qatar va Pokiston qo'shma bayonot berib, AQSh va Eron 60 kun ichida yakuniy kelishuvga erishish bo'yicha yo'l xaritasiga kelishib olganini ta'kidladi. Bayonotda qayd etilishicha, tomonlar Livandagi harbiy harakatlarga chek qo'yish mexanizmiga ham kelishib olgan. Shuningdek, Hormuz bo'g'ozi orqali tijorat kemalarining xavfsiz o'tishini ta'minlash maqsadida ko'ngilsiz hodisalar va tushunmovchiliklarning oldini olish uchun aloqa liniyasi tashkil etilgan. Qo'shma Shtatlar diplomatining BBCga aytishicha, muhokamalar yadroviy kelishuvining elementlariga ham qaratilgan. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi uning mamlakati neft va neft-kimyo eksporti uchun cheklovlardan istisnolar olishga, muzlatilgan aktivlarni qaytarishga hamda Eronni qayta tiklash va rivojlantirish rejasini ishga tushirishga muvaffaq bo'lganini ma'lum qildi. Oq uy muzokaralar hozircha yakunlangani borasida munosabat bildirmadi. Amerika Qo'shma Shtatlari delegatsiyasiga vitse-prezident JD Vance boshchilik qildi. Shuningdek, prezident Trampning kuyovi Jared Kushner va maxsus vakil Steve Witkoff ham Shveysariyaga borgandi. Bu ikki biznesmen Trampning G'azodagi, Ukrainadagi muzokaralarida juda faol. Eron delegatsiyasiga esa parlament spikeri Muhammad Boqir G'olibov va tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi boshchilik qildi. G'olibov kuchli, ambitsiyali sobiq harbiy, mamlakatda katta ta'sirga ega. Araqchi esa tajribali diplomat. Shuningdek, vositachilar Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif va armiya qo'mondoni Feldmarshal Asim Munir tadbirda qatnashdi. Qatar bosh vaziri Shayx Abdurrahmon Al-Sani ham muzokaralarda ko'rinish berdi. Yakshanba kuni muzokaralar rasman boshlanishidan biroz oldin Trampning agar eronliklar bo'g'ozni yana yopishga urinsa, ularning mamlakati qolmaydi degani haqida xabarlar tarqaldi. Fox News'ga ko'ra, Tramp AQSh bu suv yo'lini o'z nazoratiga olishi va ehtimol o'zi boj undirishi haqidagi avvalgi tahdidini yana bir bor takrorlagan. Trampning tahdidlari ommaga oshkor bo'lgach, Eron delegatsiyasi muzokaralar o'tkazilayotgan xonaga qaytishdan bosh tortgan. Biroq xabarlarni Pokiston va Qatar vositachilari orqali yetkazib turgan. Shuningdek, eronliklar yadroviy masalalar bo'yicha muzokaralar boshlanishi uchun memorandumning boshqa bandlari bajarilishi shartligini aytishgan. Ammo Reuters bilan gaplashgan amerikalik diplomat buni rad etdi. Eronliklar hech qayerga ketgani yo'q, ular hali ham shu yerda va tunda ham muzokaralarni davom ettirishyapti degan manba. Biz boshqa mavzular qatorida bo'g'oz, Livan, yadroviy masalalar va memorandumni amalga oshirish tafsilotlarini muhokama qildik. AQSh rasmiysining so'zlariga ko'ra, yuqori darajadagi muhokamalardan keyin texnik xodimlar keyingi muzokaralarni olib borish uchun qoladi. Juma kuni Livanda yangi o't ochishni to'xtatish rejimi e'lon qilinganiga qaramay, u yerda janglar tugayotgandan darak beruvchi belgilar deyarli ko'rinmayotgandi. Natijada Eron shanba kuni bo'g'ozni yana yopganini aytdi. AQSh rasmiylari bo'g'oz yopilganini inkor qilishdi, biroq tijoriy ochiq yuk tashish ma'lumotlari buning ta'siri darhol sezilganini ko'rsatdi. 2 kunlik shiddatli janglar ortidan yakshanba kuni Livanda bir muncha vaqtdan beri eng tinch kun bo'lgandek ko'rindi deb yozmoqda Reuters. Xususan, tunga qadar hech qanday yirik zo'ravonliklar haqida xabar berilmagan. Qatar va Pokistonning qo'shma bayonotiga ko'ra, tomonlar Livan masalasida ham kelishuvga erishgan. Xususan, Livanda harbiy operatsiyalar to'xtatilishini ta'minlash maqsadida o'zaro va Livan ishtirokida vositachilar ko'magida ziddiyatlarni bartaraf qilish markazini tuzishga kelishib oldi, deyiladi bayonotda. Muzokaralar oldidan gapirgan AQSh bosh muzokarachisi JD Vance, Trump Eron bilan munosabatlarda yangi sahifa ochishni so'raganini aytdi.
Uning qo'shimcha qilishicha, agar Eron rahbariyati mintaqaviy beqarorlik harakatlantiruvchisi bo'lishdan va uzoq muddatli istiqboldagi yadroviy qurolga ega bo'lish intilishlaridan voz kechishga tayyor bo'lsa, AQSh bu mamlakat bilan munosabatlarni tubdan o'zgartirishga tayyor. Eron esa o'zining yadroviy dasturi tinch maqsadlarini ko'zlashini ta'kidlab keladi. Shuningdek, Vens Livandagi zo'ravonliklar ta'sirini jiddiy qabul qilmay, u yerda harbiy harakatlarni yakunlash borasida siljish borligini aytdi. Bunday ishlar har doim biroz chalkash bo'ladi, dedi u. Qo'shma Shtatlarda qolgan prezident Tramp esa, agar Eron o'z ittifoqchilarini jilovlamasa, hujumlarni qayta tiklash bilan tahdid qildi. Eron Livandagi katta haq to'lanadigan o'z vositachilari muammo tug'dirishini zudlik bilan to'xtatishi kerak, deb yozdi Tramp Hizbullohni nazarda tutib. Agar buni qilishmasa, biz Eronga o'tgan haftadagidek faqat undan ham qattiqroq zarba beramiz, dedi AQSh yetakchisi. Eronning bosh muzokarachisi Muhammad Boqir G'olibov esa unga javoban shunday dedi. Ular agar tahdidlari biron bir samara berganida, bugun shunday umidsiz ahvolga tushib qolmagan bo'lardi, deb o'ylashmaydimi? Ular qanchalik ko'p gapirishmasin, harakatni biz qilamiz, dedi u. Muzokaralarga jalb qilinmagan Isroil prezidenti Isxoq Herzog dushanba kuni rasmiy Tel Aviv Eron urushini diplomatik yo'l bilan tugatishga qarshi emasligini bildirdi. Biroq u har qanday kelishuv Tehron bitim doirasida oladigan mablag'lardan harbiy maqsadlarda yoki mintaqadagi o'z proksi kuchlarini qo'llash uchun foydalana olmasligi ta'minlanishi kerakligini aytdi. Endi hafta oxirigacha Shveysariyaning tog'li Bürgenstock kurortida AQSh va Eron rasmiylari texnik muzokaralar o'tkazadi. Bu kurort Qatarga tegishli. Texnik muzokaralar uchun yuqori martabali amaldorlar qolmaydi.